Mana ovoz bitta eshikni mana g'ir degan ovoz chiqarib qo'yapti. Lacetti avtomobilimizni Xudo xolasa hadovlarni full qilib berdi. Bunga nima ishlar qilingan sizlarga ro'shan tanishtirib boshlaymiz. Birinchi o'rinda nakines original qo'ydik. Xitoy nakinesda ish berishi mumkin, lekin qanaqa defekt bo'lib qolishi mumkin. Iloji boricha original zapchastdan foydalanadilar. Va birinchi o'rinda amal zapti hadovoyni 50% yumshoq qilib beradi. Bunga usinni kuchaytirgan plus qilib beramiz. Yana ham takomillashtiryaptilar. Stabilizatsiyasi yaxshi ekan, bu qoldi. Nakineshni, sharnir, stabilizatsiya rezinchi, saydin blok vtulkasi va saydin blok rezinchasi almashdi. Supportlar ovozini yo'qotib, avtomobilni chiroyli qilib berdi va chashkalarni ham original qo'yib berganmiz. O'zi chashkani cho'kib qo'ygandan keyin Lacetti avtomobillarda yaxshigina ovoz chiqarib beradi. Qani bu tomonni ham bitta ko'rsataylik-da. Nima ishlar qilingan akalar? Mana bu tomondan xuddi shunaqa akalar, qarang. Birinchi o'rinda ish tozalik bilan bo'ladi-yu. Toza ish qilingan joyda ham barakasi bo'ladi akalar. Avtomobil ochilgandan keyin chiroyli qilinsa, yurakdan sizga yaxshigina xizmat qilib beradilar. Juda ko'pchilik so'rashadi, o'zi hadoviga necha pul ketadi? Muayyan summa yo'q akalar. Shuncha summa ketadi deb aytolmayman. Chunki sababi hamma avtomobillarda ochilgandan keyin borib nimalar ketgani o'shanda ma'lum bo'ladi akalar. Olib kelasizlar, bizni tekshiruv mutlaqo besplatniy. Olib kelaverasizlar, bexijot akalar. Bizning manzilimiz Farg'onani Rishtonida avtovokzal ro'parasida akalar. Kelsalaring tekshiruv besplatniy. Necha pul ketishini tekshirib berishimiz ham umuman mutlaqo besplatniy akalar. Kelib umuman hisoblatib ketaversan, imkoniyat qilib kelaverasiz akalar. Videoga bitta like bosib, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin.